Abdurrahim Hayitning larzi. Abduri Abduvali Ayub. Abdurrahim Hayitning vafoti haqida xabar chiqqandan keyin menga tunji qatim bir qancha turkcha taratqulardan tangli telefon keldi. Ularning ichida ummatchilar, millatchilar, solchilar hammasi bor bo'lib, Ablat Mahsum vafot bo'lganda, Kiram Abduvali şehit bo'lganda, Muhammad Salih Damollam Allohga qaytganda, telefonim bundaq sayrab ketmagan edi. Dastlab Urumchidan xabarni aniqlash uchun qilgan tirishchanligim natija bermagach, sukut qildim. Shanba kecha soat 11 bilan xabar keldi. San'atkor hayot. Qandaq qilamiz? Tayir Hamid bilan ko'rishdim va ba'zilarning hojimni o'ltirib nima qilmoqchi ekanligini muloyiza qilishdik. Chunki hojim saq. Ammo millionlagan Uyg'ur qiynalayotgan, o'limni tilab Allohga yelinayotgan edi. Qarab turib saqning hayot bir insonning davosini o'ldi deb qilamiz-yu, halokat arxiviga ismi yozilgan millionlagan kishilarni songa chiqarib bo'ldi qilamizmi? Meni eng hayajonga solgani hojimning tirikligidan boshqa Turkiyaning kechikib bo'lsimi chiqargan sadosi bo'lib, hukumatning bu bayonoti titrab nima qilishini bilolmay yurgan yuzlagan kishilarni, o'nlagan taratqularni harakatga keltirgan edi. Menga azaldan yaqin yo'lamaydigan Oq partiyachi gazetlarning qilgan telefonlari va qizg'inligi menga Turkiyada o'chgan umidning shamlari biroqli yenib ketgandek bilindi. Bir Abdurrahim Hayit bilan Turkiya lagerlarni taqashni talab qildi. Eng qattiq diplomatik iboralar qo'llandi. Barakallah. Hokimiyatdagi kechikib uyg'ongan insonlik. Agar Abdurrahim Hayitning larzi Turkiyani titratmagan, Turkiya xalqini cho'chitmagan bo'lsa, hokimiyat bundaq bir keskin maydonga tavakkul qilmagan bo'ladi. Başqa Uyg'ur muloyizchilar degandek hisoblarning borligini chetga qoqmasammi, Oq partiya hukumatida insonparvarlikning uyg'onganligiga ishonishni bakmi xohlayman. Turk xalqining besimi muhim rol o'ynadi degan xulosamda chin turaman. Turkiya Tashqi ishlar ministrligi Abdurrahim Hayitga atab maxsus bayonot e'lon qilganda, xiyolim Muhammad Salih Damollamga ketdi. Islomcha atalgan Adolat va Taraqqiyot partiyasi hokimiyat surayotgan Turkiya hukumatining Allohning so'zini Uyg'urga ana tilda yetkazgan katta o'lima o'ltirilganda sukut qilib, Uyg'urlikning go'zalligi, azoblari va orzu armonlarini dudlarida kuylagan bir naqshchiga ko'rsatgan bu qadar kuchlik e'tirofi meni o'yga soldi. Abdurrahim Hayitning dudlarini tutib, heli Yarkentning, heli Yenisarning, heli Qumulning bo'kini kiyib turgan salopiti ko'z oldimdan ketmedi. Mencha dunyo Uyg'ur desa, mushu salopatni, mushundaq qiyofatni ko'rishni istaydi. Albatta, bizning Qur'onimiz bor. Ammo dudlar Uyg'urning xosligi. Qur'on Uyg'urning butun musulmonlarga xos o'rtaqligi. Bir millatdan jahonning kutidigini shu millatning hech kimda yo'q o'zgacha san'ati, hech kimda yo'q kiyim-kechaklari, ijodiyat boyliq. Balkim Turkiyani titratgan, dunyoni jalb qilgan
insonlarni harakatga keltirgan taraf dal Abdurahim Hayitning Uyg'urga xos kiyimi, Uyg'ur ruhini mujassamlagan ohangi, Uyg'ur tilining go'zalligini julalantirgan naqshlardir. Biz o'zimizning o'rtaqligi bilan o'rtaq Osiyoliq, Xitoyning g'arbiy shimolidagi musulmon insonlardirmiz. Bu bizni boshqalardan farqlantirib, Uyg'ur qilib turadigan omil emas. Shunga Uyg'urlar ichidagi bu omillarga vakillik qilg'uchi ulug'larimiz bizdan Uyg'urlikni izlayotgan jahonning nazarida ancha vakillik xarakteriga ega emas. Jahonning ko'zi Uyg'urning hech kimga o'xshamas Uyg'urcha so'zida. İnsaniyetke zoq qatqıcı və hayacan qozğatqıcı kuyida. Jahonga Hasan Hüsendek rəng qoşudigan kiyim-kechaklarda. Ular bizni mushu xasliqimiz bo'lg'ach Uyg'ur ataydi. Bovalar və momulardan miras qalgan Uyg'urliqimiz bizning hech kimga o'xshab qolmaydigan to'dimizda, mardona usullarimizda, larzon muqomlarimizda, qizg'in mashrablarimizda, ming uydikidek ming yilning tarixini so'zlaydigan rassomlik, haykaltarashlik va binokorliklarimizda. Abdurahim Hayitning jahonni titratgan larzi, Uyg'urlikning larzi. Uyg'urga xos madaniyatning madaniy dunyoda yo'qolib ketishidan sarosimaga tushgan hesdoshlikning larzidir. Tugidi. 2019 yil 11 fevral